Bismillahirrohmanirrohim. Qadr kechasi. Xudo xolasa, Qadr kechasi shuzi bizga odat bo'lib kelgan 27-kecha shanba kundan bozor kunga o'tar kechasi. Ya'ni ertaga tunaydigan kun bo'ladi. Qadr kechasidagi bo'ladigan savobni yillar davomida eshitib hammalar yaxshi bilasizlar. Oyat karimani o'zida astag'firullah xayrun min alfi shahr deydi. Qadr kechasi yo'q 1000 oydan yaxshi. 1000 oy odam ibodat qilsin, Qadr kechasida ibodat qilsin, Qadr kechasi o'sha 1000 oylik ibodatdan yaxshi. 1000 oy degan gap taxminan 84 yil degan gap salkam. 84 yil ibodat qilmoq oson emas. 84 yil ibodat qilgan odam balog'atdan keyingi ibodat qilib o'tadigan bo'lsa 96 ga kirgan bo'lishi kerak. Biz 96 ga kirgan odamni o'zini topmaymiz hozir. Bu hazakam gap emas. Buni Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Bu narsani bizga bunchalar bo'lishini sababi ulamolarimizni ba'zilarini keltirgan rivoyatlarga qaraganda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam olamni o'tar vaqtlari yaqinlashgan vaqtda ko'p yig'ladilar, mahzun bo'ldilar. Bu kishini mahzun bo'lganlarini sababini surishtirilganda bu dunyoda o'tsamu Alloh subhanahu va taoloning salomini ummatimga kim yetkazadi? Men tirik ekanman, vahiy tushganda Alloh sizga ummatingiz salom degan gapni gapirardi. Jabril alayhisalom orqali shu ummatimga Parvardigorim salomni yetkazardim. Endi men o'lsam, olamdan o'tsam, vahiy to'xtasa, bu salomni kim yetkazadi deb xafaman ummatimga dedilar. Bu salom degan narsa bu ne'mat, barakot, tinchlik, ofiyat narsada Xudonik. Shu payg'ambarimiz alayhisolatu vassallamni ko'ngillarini ko'tarish uchun shu Qadr kechasida tanazzalul malaikatu var ruh degan ibora o'tadi. Qadr kechasida malaikalar, ya'ni farishtalar osmondan yerga tushadi. Va ruh ham tushadi. Bu ruh aksar ulamolarning fikrlari bo'yicha Jabril alayhisalom deyiladi. Shu Jabril alayhisolatu vassallam Qadr kechasidagi tunayotgan ibodat turgan har bir inson bilan salomlashar ekanlar. Uni qayerdan biladi deyilsa, o'sha Jabril alayhisalom kelib Allohni salomini yetkazib qo'lingizdan tutib ko'rishganda insonda o'zi xohlamagan vaqtda bir seskanish, titroq paydo bo'lar ekan. Shundan bilinar ekanki, bu kishiga shu Alloh subhanahu va taoloning salomini yetkazadigan Jabril alayhisalom ko'rishib ketganligi degan gap bor. Bu kechada qilinadigan ibodatni 1000 yildan qilgan ibodatdan afzal bo'lishini ko'rinishi nima deyilsa, boshqa ummatlarni yashash muddatini Xudo taolo uzun qilgan ekan. O'sha uzun muddatlardan bittasi Bani Isroil qabilasida bir tarixda bir pahlavon o'tgan ekan. Shu pahlavon 1000 oy to'xtovsiz jang qilgan ekan kofirlar bilan. Shu narsalarni payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam eshitib, meni ummatim umri qisqa bo'lsa, bunchalik savobli ummatim olmasa, qiyomatda meni ummatimni savob darajasi boshqa ummatlardan past bo'lsa, meni ummatim qandoq bo'lar ekan degan mahzunliklarni ham ko'tarish uchun Alloh subhanahu va taolo ummatingizni umri qisqa bo'lgani bilan ummatingizga berilgan imtiyoz uzun bo'ladi. Shundan bittasi Qadr kechasini beriladi. Oyat bilan 1000 oy, ya'ni 84 yil. Ixlos bilan shu kechani topsa odam 84 yil ibodat olar ekan. O 84 yil ibodat olish uchun 84 yil ibodat qilish kerak. To'xtovsiz. Agar sizni biz ibodatdan hisobga olib, ibodat qatoriga qo'shadigan bo'lsa, biz o'tgan safar aytganimizda
bir kunlik ibodatimiz 1 soatga to'xtamaydi, tahoratlarni qo'shsak. To'g'rimi? Unda biz bir oyda 1 kun ibodat qilgan bo'lamiz. To'g'ri bo'ladimi? Agar biz shu ibodatdan bo'ladigan bo'lsa, 84 yil ibodat uchun necha yil umr surish kerak? Minglagan yillar umr surishimiz kerak edi. Shuni payg'ambarimiz alayhisalomning hurmatlaridan siz va biz ummatga berilgan imkoniyat, Xudo taolo tomonidan berilgan imtiyoz, ya'ni limit. Bu limitdan foydalangan foydalanadi, foydalanmagan g'aflatda qolaveradi. Shuning uchun bu kechani ibodat bilan o'tkazsin degan gap, dunyoviy narsadan uzoqlashsin degan gap. Endi afsuslarki, bizlarda ham tunak bo'ladi. Lekin bizning yurtlardagi tunak ovqat yeyish bilan, shu iftorlik qilgan, shu ovqat yegan, saharlik osh damlagan, shu bilan umr o'tib ketadi. Iftorlikdan keyin bir to'rxonaga kirib ketadi. Saharlikdan oldin bir to'rxonaga kirib ketadi. Saharlik yana to'rxonaga kirib ketadi. Bu odam tahoratxonada o'tirib, men tunadim deb uyga ketadi. Necha rakat namoz o'qiydi? Tarovihdan boshqa namozi yo'q. Raza o'qisa bir 4 rakat o'qib qo'yadi. Bo'ldi, shu telefon o'ynab o'tirgan, boshqa qilayotgan. Bu masjidlarda tunak uyushtirish bid'at. Yaxshi biling shu narsani. Biror bir salaf ulamolari qilgan emas va tavsiya ham qilgan emas buni. Ibodat insonda bo'layotgan narsa maxfiy bo'lishlik kerak. Maxfiy bo'ladigan ibodat ko'pchilikka kelganda oshkor bo'ladi. Bu tunayda odamlarning o'zining yarasha ibodati bor, so'raydigan tilagi bor. O'zini Xudo taoloning huzurida tutadigan usuli bor. Ko'pchilik ichida yig'layapsam deya qarab, o'xshatyaptimi deydigan, ulardan xijolat bo'lgan yig'laolmasligi mumkin. Namozni o'qiyotgan bo'lsa, "Alasa kelishtirdi mana u" deb telefonga olib mazax qiladigan oshnalar bor. To'g'ri bo'lyaptimi? Qo'lingizni ochib bir Xudodan so'rasangiz, bo'ldi endi. Qilgan ibodatingizni so'raydiganlar chiqib, qo'lingizni tushirib qo'yadiganlar bor. Qanaqa qiz yaxshi ibodat qila olasiz? Shuning uchun ham uyga ketib, iloji bo'lsa xotini bilan ham bola chaqasi bilan o'tirmasdan alohida bo'lgan 1000 qissa yaxshi. Lekin masjidlarda endi shu odamlarga checha vaqt o'tsin uchun taravihni cho'zib berishimiz mumkin. Odatdagiga nisbatan bir 15 minut, 20 minut bor, yarim soat uzunroq o'qib berishimiz mumkin. Shu odamlarga hamda yarim soat, 1 soat bo'lsa ham ibodatni o'tgandan ajrini olsin deb cho'zib berishimiz mumkin. Shuning uchun akalar, tunak qilib, osh qilaylik, go'sht qilaylik deyotganlar, bu shaxsiylardan qayda savob topmaysizlar bu ishlar bilan. Sizlar bu ishlar bilan o'zingizlarni ham, o'zganing ibodatdan qo'yasizlar. Ibodat degan narsa yeyish degan narsa emas. Yeyishga ulguymiz. Endi navbatda sadaqa fitrga o'tamiz.